Amerika Davlat Məclisində Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'duvchilar sharpiga berilgan nashtliq ziyofat 25 sentabr Washington vaqti 8:20 boshlandi. Mazkur ziyofat Amerika Davlat Məclisi Tom Lantos kishilik huquq komiteti raisi James McGovern, mazkur organning muavin raisi, shundaqla Amerika Davlat Məclisi Xitoy ishlari komiteti raisi Joseph Pittslarning asosiy sohibxonligida Xitoyga yordam tashkiloti, Erkinlik uyi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Xalqaro Tibetni qo'llash harakati qatorliq tashkilot va organlarning birlikda uyushtirishi bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, asosligi Amerika xalqining bo'libmi Amerika Davlat Məclisining Xitoy Kommunist hukumatiga qarshi o'qituvchilarni, kishilik huquq faoliyatchilarini qo'llash va ularga sizlar yolg'iz emas degan signalni berishni maqsad qilgan. 100 dan ortiq kishi ishtirok qilgan bu ziyofat bosh sohibxon Amerika Davlat Məclisi Tom Lantos kishilik huquq komitetining raisi James McGovern apandining muqaddima so'zi bilan boshlandi. Bu nashtliqning bo'libmi Xitoy prezidenti Xi Jinping Washingtonga yetib kelib, davlat ziyofati bilan rasmiy yo'sinda qarshi ilinayotgan, shundaqla Amerika Davlat Məclisida ziyoratda bo'lib, davlat majlis a'zolari bilan suhbat o'tkazadigan bir paytda o'rinlashtirilishining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi va Xitoyga haqiqiy erkinlik, kishilik huquqni talab qilib ko'rishayotgan xalqlarning vakillari bilan hamdastxonda bo'lganligidan intayin faxrlik his qilganligini bildirdi. Sözgü təklif qilingan Amerika Davlat Məclisi Xitoy ishlar komiteti muavin raisi, shundaqla Tom Lantos kishilik huquq komiteti muavin raisi Joseph Pitts Kommunist Xitoy inson haqlariga, bo'libmi diniy erkinlik huquqiga eng ig'ir daxl taruz qilayotgan hukumat sizlarning Xitoydagi kishilik huquq uchun haqiqatni so'zlashga va uning uchun kurash qilishga jur'at qilganinglarga hurmat bildiraman va davomli sizlarni qo'llayman dedi. Ziyofatga yana Amerika Davlat Məclisining demokratik lideri Nancy Pelosi xonim alayda qadam tashrif qilib nutq berdi. U o'zining nutqida biz Xitoydagi reallikni ko'rib turibmiz. Amaliyat Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining jiddiyligini isbotlaydi. Biz davomli kishilik huquq masalasida maydonimizni o'zgartmaymiz. Biz inson haqlari vaziyatini yaxshilash uchun sizlar bilan birga raqobatlarga qarshi davomli tirishchanlik ko'rsatamiz dedi. Ziyofatni tashkillagan asosli sohibxonlarning biri Amerika prezident nomzodligini talashayotgan Kengash palata a'zosi Marco Rubio ziyofatga o'z qatnashamag'an bo'lsa-mu, tabrik so'zi lentisini ziyofat akliga avatgan bo'lib, u so'zda bugun Xitoy raisi Xi Jinpingni Oqsaroy qizil gilamlar bilan qarshi ilib, uning bilan qadahlar so'qishtirganda, bu qizg'in qarshi olgan ko'rinishlari dunyoga taraladi. U Amerika hukumatining Xitoydagi zulmga uchirg'uvchilar bilan emas, balki ularga zulm silayotgan hukumat bilan bir maydonda ekanligini ifodalab qo'ydi. Xi Jinping bu sharafga munosib emas. Amerika hukumati zulm chekayotganlar uchun maydonni ifodalashi kerak. Men o'zim Obama hukumatining Xi Jinpingni qarshi ilish ziyofatlariga qarshi. Ammo biz nashtligimiz bilan sizlarni haqiqiy kishilik huquq qahramonlarini qo'llaydiganligimizni yana bir qitim ifodalaymiz dedi. Ziyofat davomida alayda hurmat bilan so'zga taklif qilingan Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabia Qodir xonim Obama hukumatini ogohlantirdi. Ben Uygur, benim halkım Uygur. Şinjan Uygur Abdunum Rayın de yalgan Abdunum Rayın bilen 60 yıldan beri bastırılıp geliyoruz. Lakin bulup mu Xi Jinping çıkan 2 yıldan beri kanunsuz tutkun kılış, öldürüş, kıynaş işlerini en yukarı perdeye çıkardı. Mesela bizden İlham Tohti'ye bir ziyalerimiz, biz Xitay halkı bilen inak yaşayımız, Xitay hükümetinin bəgən hazır Abdunumlu kanununu hürmet kılımız, fakat bizden halkını öldürmesin, halıgançı turumuza taşımasın, beraberlik versin degeni üçün onu müddətsiz kesmek tutuyor. Biz Amerika hükümetinden, Aksaray xadimlerden, siyasi ollardan şunu talep kılımız ki, bütün dünyadaki ezilgen halk, eğer bugün Xi Jinping hükümetiga Aksaray şundak çıraylık gaplar bilen yolda silip etadigan bolsa, Jungo'da bunun keyin kelib chiqadigan kishilik huquq dafsandichiligi va turmularga akirib qiynash, o'ldirish necha hassa yuqori hassiga chiqib ketdi. O'zingiz ko'rib turibsiz muxbir xonim, bugun bu so'ringa Amerikaning Davlat Majlisining bugün Xi Jinping'ni keşte Aksaray'da kütüvelişten burun bütün kişilik hukuk aktivistlerini çağırıp hep geldi. Çoğum Xi Jinping hükümeti ipprivatkan bu siyasetin ıslahat kılıp, özgertip adamlarını öldürüşünü,
xohlagancha tutqun qilishni, ularni xohlagancha chet ellardan olib ketishni, ularning aqlini bir aqlli o'zininki til erkinligi, din erkinligi, milliy erkinligini, huquqini qo'liga qaytarishni umid qilamiz. Albatta, bu yerda hamda Amerika hamda hokimiyat uchga bo'lingan bo'lgan ekan, Amerikaning prezidentining ba'zi bir tashqi siyosatlarini Amerika Davlat Majlisi xohlamasa albatta buni ochiq oshkor tanqidlaydi. Mana bugun bu yerga kelib Obamaning siyosatini bo'lsin va Xitoyning kishilik huquq masalasini bo'lsin alayda tilga ilib tanqidlaganlar Amerika Davlat Majlisiga muhim arboblar bular. Nayti cho'ng komitetlarning raislari bu yerda. Shuningga bu nayti bir muhim o'rin egallaydi. Bu Amerika prezidenti Obamaga bir qattiq besim bo'ladi. Shuningga men ishlaymanki Amerika prezidenti Obamaning kishilik huquq masalasini o'tirib qo'yishga majbur bo'ladi. Bu yerda Amerika Davlat Majlisida 25 sentabr Xitoydagi kishilik huquq qo'g'dug'chilari shundaqla Xitoy o'qituvchilarining sharpiga berilgan nashtliq ziyofat 8:30 dan 10:30gacha davom etdi. Ma'lumot beruvchi Gulchehra, diqqat berganingizga rahmat.